ochiqdan ochiq ichki ishlar xodimi telefon qilyapti, bizni ko'z oldimizda va o'sha paytda bir vaqtni o'zi men telegonalimga kim borda degan qo'ng'iroqlar bo'lgan. Bu yerda ochiqlikka jurnalistning o'ziga ham bosdi. Siz qanday izohlaysiz xodimlarning bunday harakatini? Mo'tabar opa, agar ruxsat bersangiz, bu o'zi agar bilsangiz, dastlabki tergov jinoyat ishi qo'zg'atilgan prokuratura idoralari tomonidan. Men yuqorida ko'rsatib o'tib ketgan 87 ta jinoyat sodir etgan xodimlarning ichida aynan shu xodimimiz ham o'tiribdi. Men buni bekitmasdan, aynan bugungi mana bugun ochiq davra, ochiq, shaffof mana muloqot, siz savol beryapsiz. Hech qanday emas bemalol, mana biz ham bemalol javob beryapmiz. Xizmat tekshiruv agar siz aytganday harakat noto'g'ri bo'lgan bo'lsa, albatta shu jazo muqarrarligi ta'minlanadi. Lekin u bilan biz chegaralanmaymiz. Bu bo'yicha xodim va rahbarlarning umuman harakatiga bu bo'yicha o'zi xizmat tekshiruv ketyapti hozirgi kunda.